Bugun 3 ta zakaz chiqarib yuboraman. O'shalarni obzor qildim. Sizlar ham ko'ringlar davomli. Mana Shityodan ona bola komplekt. Shunaqa zo'r chiqdi qizlar. Voy, maza qilib kiyadilar, xudo xolisi klientim. Chunki yo'qda eteklar lekin keng. Bu ko'ylakni, kстати, уже ko'pchilik sotib oldi, bilishadi. Yengilgina, lekin shunaqa naryadniy turadi. O'tbetlarga mehmonga olib borsanglar ham, kafelarga borsanglar ham terlatib yormaydi. To'ylarga kiygizsanglar ham shunaqa klassический turadi. Qizil tufelkalar bilan bo'ladi qizinglar. Xo'p, keyingi ko'ylagimiz вечерний ko'ylak bo'ldi. Klientimning bo'ylari baland ekan, lekin nozikkina ekanlar. Manikinga ham prям zo'rg'a sig'di. Shunaqa chiroyli chiqdi qizlar. Shuni, kстати, rosa qiynaldik bozorda tanlashga. Men rasmlarni tashiyverdim klientga. Klient mashhur o'zida to'xtar gullarigacha men bozorni bir 3-4 marta aylandim shekil. Lekin arzirli ko'ylak bo'ldi. Eteklarni qaranglar. Вообще ko'p organza ketdi, lekin o'zimcha zapasi bilan oluvdim. Yo'q, uch yetkazdim. Menimcha, xudo xolisi to'y kiysalar ham hammani ko'zi ularda bo'ladi. Chunki birinchidan juda ham yarki, ikkinchidan rosa необычный fason bo'ldi. Ayniqsa etaklari